g'iybatimiz qilayotganlar, gunohlarim addushi sizga, baslarga pas ketma deb onam zo'r tarbiya berganlar bizga. G'iybatimiz qilayotganlar, gunohlarim addushi sizga, baslarga pas ketma deb otam zo'r tarbiya berganda bizga. Gapirishni biz boshlandi. Bizni ishxona boshqacha bilib qo'ysinlar, tugamaydi ish hech qachon. Ko'rib qo'ysinlar, kech qolsang bilinar birdan, kech ketsang ishi yo'q. Oylik ham oshmasa kerak 100 yoshgacha. Mana bu mitti motivatorning gapini bitta eshitinglar-da. Nanajon, gapirsam gap ko'p, men katta odamlardan xafa. Qani? Agar odamlarga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh desam, nanajon bilasizmi, katta odamlar nima qiladi? Nima qiladi? Qiladi. Nima uchun? O odamlar alik olishni bilmaydimi? Agar men ularga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh desam, ular menga atvet qilish kerak. Va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh deyish kerak. Boshini qimirlatib qo'yadi. Men iltimos qilib qo'yaman sizlardan, kommentariychilarim. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Salom bergan payt alik bo'lish kerak. Ana odamlarga salom ber deysiz, ana salom. Alik olmaydi. Ha, ularga ishing bo'lmasin. Sen salomingni bering. Ishim bo'lmasin. Endi bundan keyin katta odamlarga salom bersam, alik olmasa, to'xtatib, nimaga alik olmadi deyman. Uyat bo'ladi. Bu ishni qilma. Qilaman. O'zing aqlli bachaksan. Kommentariyachilarim, men to'g'ri gapiryapmanmi yoki noto'g'ri gapiryapmanmi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar fikrlaringizni. Qaqqa qaramasa hamma aqllilar, orqadan gapiradi uzun tillar. Yetishga manga kirasizlarga yillar, yondiradi bugun Maryam tilla. Shahar uchashmanda shu kardio, qo'shavel aspen. Shoqollarni istar urdan, laychalar qo'rqar sher ko'ridan. Qutulib peshona sho'ridan, biz ham bir yashasak maylimi? Do'st uchun tog' edim ulayman, qadrim yo'q joyda gar qulayman. Men sizga omadlar tilayman, biz ham bir yashasak maylimi? So'zlarim yoqmasa tinglamang, qarg'adek qag'illab cho'qmang. Haqimda g'iybatlar to'qimang, biz ham bir yashasak maylimi? Biz ham bir yashasak maylimi? Biz ham bir yashasak maylimi? Qo'limiz oshga bir yutdi-da, biz ham bir yashasak maylimi? Ko'zim deb izlaganim, armonlarda uzlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. Yulduzim deb izlaganim, armonlarda uzlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. Bag'islardan topmaganim, ammo aslo tonmaganim, o'ylab qolmaganim, siz o'shamu, siz o'shamu. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni afgor etgan, Otabegim deyotgan, siz o'shamu, siz o'shamu. Peshonamga taqdir bitgan, yuragimni afgor etgan, Otabegim deyotgan, siz
o'shamu, siz o'shamu. Do'stlar, hali bunaqasini aniq ko'rmagansizlar. Iftorlik yeysan deb sneakers zavodi aynan mening uchun shaxsan o'zim uchun sneakers chiqaribdi. Mana kim ko'rgan mana shunaqa sneakers? Manasiga nechi manasiga? Kim ko'rgan mana shunaqa sneakers? Ko'rganlar yozib o'yringchi, yeganlar bormi? Yo'q, bu chiqadi. Bitta o'zimga chiqadi. Sneakers zavodiga rahmat, Abdushi. Rahmat. Mening uchun chiqarilibdi. Nima ko'rishibdi. Ular sog' bo'lsin.